Leksimizni davomlashtiramiz, hurmatli vatandoshim. Endi biz yana bugungi ciddi xabarlar va ciddi xabarlarga oid mavzular ustida to'xtalamiz. Biz bularni darhol tayyorlab sizlarga chiqishga ulgurmadik. Kelar qatorli leksimizda navbat kelsa sizlarga buning ichidagi ba'zilarini tanishtiramiz. Lekin mavzulardan o'zingizning tasavvuriga olsangiz, mavzularni o'zingiz tasavvur qilsangiz, buning natijasi nima ekanligini cho'qim cho'nqur tasavvur va tahlil qilib chiqa olasiz. Masalan, Angliyaning Yevropadan chekinishi, Yevropa ittifoqi yemirilishning boshlanishidir. Bugungi Jungoga nazar to'rbitida 6-oyning 27-si e'lon qilingan xabarlarning birisining mavzusi. Yana birisi de Amerikaning sobiq Amerika Qo'shma Shtatlari Zapaspol komitetining sobiq rahbari Greenspan mundaq ko'rsatdi mavzu. Angliyaning Yevropadan ayrilishi bu faqat hozircha bir qismanlik, lekin texmi qorong'i bir zulmat yetib keladi. Jungoda uy imorat tijoratida 60% shirkat gumron bo'lish girviga yetib keldi. Bu yani Jungoga nazar to'rbetining bir mavzusi. Jungoda hozir uy imorat tijarati bilan shug'ullangan 60% tek shirkat gumron bo'lish girviga yetib keldi. Angliyaning Yevropadan ayrilish, yer sharillashish, bir gavdalish uchun aytganda bir ta'tir eqib. Bu bir mavzu ekan. Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilishi, yer sharining bir gavdalishish, bir eqimga tushish yoki bir gavdalishish uchun aytganda yer sharillashish uchun aytganda bir ta'tir eqim. Kuzatuvchi yana bir mavzuda Angliyaning Yevropadan ayrilishi bu faqat tutashtiruvchi filta bo'lib qolishi mumkin. Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqishi bu faqat kelarki vaziyatni portlatadigan yoki kelarki vaziyatni boshlab keladigan bir filta bo'lib qolishi mumkin. Bu bir mavzu ekan. Endi ta'xir qila olmadi. Yani bir mavzu ta'xir qila olmadi. 4 dona cho'ng shirkat, yani 4 yurishlik cho'ng shirkat Jungodan chekinishga boshladi. Bu 4 dona cho'ng shirkat xalqaro shirkatlar ekan. Kelar qatimliq leksiyamizda Alloh xolisa, Alloh ömrimizni bersa, kelar qatimliq leksiyamizda biz mush to'g'ri to'xtalamiz. Bu 4 cho'ng shirkat oddiy shirkatlar emas. Jungo iqtisodining bugungi kunga kelishida intayin zo'r rol o'ynagan. Masalan, kapital jalb qilish, tashqi mablag'ga tayinlash, tashqi savdoga tayinlash bu Jungoning savdo aloyidligi. Mush keyingi 30 yil ichida bo'lib kelgan savdo aloyidligi mush edi. Bugun mush 4 cho'ng shirkat Jungodan chekinishga boshladi. Ta'xir qila olmadi degan mavzu ekan. Angliyada zo'r o'zgarish bo'ldi. Angela Merkel xonim Angliya oqibatni o'ylash kerak deb ikki jumlalik bayonot e'lon o'zi bevosita emas, balki ishxonasiga bayonotchisi orqali bu Angela Merkel xonimning ta'kidligini Angliya Yevropa ittifoqidan chekindi. Bu yani chekinishni o'ylash kerak emas. Uni eg'iz olgan emas, chekinishni o'ylash kerak degan eg'iz olgan emas. Oqibatni o'ylash kerak degan mazmunda Angela Merkel bayonot e'lon qilib, o'zining ansirganligini ifodaladi. Rossiya bilan Jungo biz bu mavzu ustida to'xtalmadik. Hozirni aytib qiziq patparaqchilik bo'lyapti Beijingda. Masalan, o'tganda biz sizlarga qayta so'zlagan edik. Asla qoida bo'yicha 6-oyning 23-kuni Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin Beijingni ziyorat qilishi, Jungoni ziyorat qilish kerak edi. Biroq bu 6-oyning 23-kuni Yevropada Angliyada referendum, Yevropa ittifoqidan chiqib ketish kerakmi yo'q degan masala bo'yicha referendum tashlaydigan vaqt to'g'ri kelib qolganligi uchun, balki bu mening farzim qiyosimda prezident Vladimir Putin 6-oyning 25-kuni Jungoni ziyorat qildi. Men bu ziyorat qilishning butun jarayonining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, qo'yilgan mavzularning qanday bo'lishidan qat'iy nazar men shunday aytamanki, endi o'zimning tasavvur va qiyosi bo'yicha so'zlaganimda hozir Jungo 7-oyning 7-kuni xalqaroda Gaaga sotining qaroriga duch keldi. Masalan, bu qarorda Jungo hukumatiga foydasiz ma'lumotlar yoki mazmunlar yetib keladigan bo'lsa, Janubiy dengiz masalasi Jungo nima qiladi? Bu o'zini o'zi yetim es qilib qoldi. Ayni vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Ashton Carter aytgan edi.
Cungo yüzünü yüz yetim kaldırıp oturdu degen idi o. Demek bugün Cungo yüz yetim kaldı. Moşundaq peytte Vladimir Putin'i Beijing'e elip gelip vaziyetni ciddileştiriş, yakı vaziyetni muqimlaştirishdan aytqanda yolbos terisini taraxtish deganlik bo'ladi qanda. Şuna hazır Amerika Ovoz radiosi e'lon qilingan bir parcha xabarning mavzusi bunda qo'yildi. Nima deydi? Rossiya bilan Jungo qo'l tutishib, Amerikaga qarshi turadigan bo'ldi. İki davlat matbuotlari bir-birining yomon gapini qilmaydigan bo'ldi. Sizlar bu mavzudan mazmunni ko'rib turibsizlar. Rossiya bilan Jungo qo'l tutishib, Amerikaga qarshi turadigan bo'ldi. Bu bir mavzuning bir bo'lagi, bir jumla. İkinci iki davlat matbuotlari bir-birining yomon gapini qilmaydigan bo'ldi. Men kelarki leksiyamda mush to'g'rida sizlarga xabar beraman. Vatandaşlarım, muşunuğa dikkat qilinglarki, bu yerda hozir Amerika Ovoz radiosida e'lon qilyapti, hukumatning radiosi e'lon qilyapti. Bu yerda Rossiya bilan Jungo qo'l tutishib, Amerika qarshi turadigan bo'ldi. Sizlar mushuning ishini ham sizlar vatandaşlar, dunyoda mushunday ish bo'lamdi-ki-da. Yevropalik, Rossiyalik bugun Xitoy bilan birlashib Amerika qarshi turadigan ish bo'lamdi-ki-da. Siz biz biladigan 60 yillik, 70 yillik tarixchida shunday ish bo'lganmi yo'q, o'ylab ko'ring vatandaşlar. O'ylab ko'ring vatandaşlar. Ayni chaqda shu Rossiya Jungoni atom bombasi bilan bitchit qilishdi. Plan kirgizganda shu vaqtdagi prezident Nixon, ay, paylingdan yon deb Jungoni qutqizib qolgan emasmidi? Vatandaşım, bugün endi nimishqa Rossiya bilan birlashib Jungo Amerika qarshi turadigan bo'lib qoldi. O'ylab keling, buni siyosat degandimi? Lekin siyosatmi o'z yo'li, o'z mintaqasi bilan bo'lsa, u siyosat bo'ladi ekan vatandaşım. Bunda qalaymagan bo'lmaydi ekanda. Sen bugun prezident Vladimir Putinni Beijingga chaqirib ekilib, ening bilan qo'l tutishib Amerika qarshi turishdan iborat strategik siyosatni belgilagan yoki shunday vaziyatni o'rnashtirgan bo'lsang, bir kulgilik bo'ladi yaqinda vatandaş. Enandikin davamına dikkat qiling. Endi yana bir xabarda Amerika ovozi dedimde el rayini sınash bo'yicha Hillary Clinton xonimni qo'llag'uvchilarning soni Donald Trump apandini qo'llag'uvchilarning sonida eshib ketdi. Bu bir mavzu ekan. Yana birisi Amerika ovozida e'lon qilingan yana bir xabar. Angliya nima kechiringlar. İsrailiya bilan Turkiya munosabatini normallashtirish kelishimi imzolandi. Bunun Türkiye ile sırayla 2010 insanperverlik parkudunu evetken yüzberge vaka. Bu kadar hem de İsrail'e bu kilişimini imzalagan 20 milyon dolar birdiğen bu ziyan tatlıkçılığa. Yani Türkiye yani devamlık ya insanperverlik yardımına Palestin yollaydıgan bu müşnak kilişipti. Biz bunu bir yeni siyaset otur şarttaki bir yeni yüzlünüş dep atayımız. Yani şundakla Prezident Erdoğan hükümetinin diplomatiya siyasetiga bir g'albisi deb ataymiz. Bizning bu ishlarning oxiridagi kelgan so'zligi berib atgan o'zimizning shaxsiy baholari. Yana bir xabarda nima deydi bu mavzuda? Jungolar Rossiya qo'l tutishib, zo'r o'rinlashtirish elib bordi. Dovi torbiti bugun e'lon qilinibdi. Buni nima o'rinlashtirish ekanligini Alloh xolisa kelar qatamliq leksiyamizni so'zlaymiz, hurmatli vatandoshlar.